Assalomu alaykum, Katoluskani hurmatli tomoshabinlar. Bugun 2025-yil 16-iyun sanasiga Namangan shahar va Kosonsoy tumanlariga 6 ta ko'mirli kotellarimizni dastavka qilib beryapmiz. Har xil kotellar. Aslanda oldida 4 ta yangi o'zimiz ishlab chiqargan 30 kilovatli kotellar, 3 tasi utuplonniy versiyasi, bittasi bezutuplonniy versiyasi. Narxni aytib o'tib ketaman. Ochiq sistemalar uchun 9.300.000 so'mdan bo'ldi. Namangan shaharga bitta ustakamizga 4 ta kotel jo'natib yuboryapmiz. Bezutuplonniga 8.300.000 so'mdan bo'ldi. Utuplitalar 1 milliondan farq qilyapti. Metta 30 kilovatligimiz 7.800.000 ga Kosonsoy tumaniga dastavka qilib beryapmiz. Bitta Rossiyadan kelgan mega 20 kilovatli kotelimiz 17.300.000 so'm bo'ldi. Bu ham Kosonsoyga dimoxodlari bilan chiqarib yuboryapmiz. Ichi tashi 06 lik nerjaveka. Ichi sendvich o'sha kondensat bermaydigan o'zini dimoxodlari bilan. Dimoxodlarimiz bir donasi 1.20 m, 410.000 so'mdan bo'lyapti. Shu kotellar kerak bo'lsa, biz manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani. Pastdagi raqamlarga Telegramdan lokatsiya so'zini yozsalaring, joyimiz lokatsiyasini tashlab beramiz. Kelib, har xil 20 xildan ortiq kotellarimiz bor. Tanlab sotib olishlaring mumkin. Yana bir bor videoga like bosib qo'yamiz.